bir kichkina bola bor edi. U onasi bilan yolg'iz yashardi. Otasi yo'q edi. Onasi esa kun bo'yi ishlardi. Ba'zan uyda ovqat ham bo'lmasdi. Bir kuni kechqurun uyda faqat bitta dona non qoldi. Onasi nonni ikkiga bo'ldi. Kattaroq bo'lagini bolaga berdi. Bola dedi: "Ona, siz yemaysizmi?" Onasi kulib javob berdi: "Men och emasman, bolam." Bola nonni yedi. Yillar o'tdi. Bola ulg'aydi, o'qidi, shaharga ketdi. Ish topdi, pul topdi. Onasi esa qishloqda yolg'iz qoldi. Bir kuni onasi o'g'liga telefon qildi. "Boram, sog'indingmi?" O'g'il dedi: "Ona, hozir juda bandman, keyin gaplashamiz." Onasi: "Mayli bolam, faqat ovozingni eshitmoqchi edim." Telefon o'chdi. Oradan oylar o'tdi. Bir kuni qo'shni ayol o'g'liga qo'ng'iroq qildi. "Onangiz kasal, tezroq keling." Ishini tashlay olmadi. "Ertaga boraman" dedi. Ammo ertaga kech bo'ldi. Keyingi qo'ng'iroq juda qisqa edi. "Onangiz vafot etdilar." O'g'il shoshib qishloqqa keldi. Uyga kirganda hamma yig'layotgan edi. U onasining eski sandig'ini ochdi. Ichida kichkina matoga o'ralgan bir dona quruq non bor edi. Yonida esa kichkina xat. U xatni ochdi. Unda shunday yozilgan edi: "Bolam, bir kuni uyimizda faqat bitta non qolganda men och edim. Juda och edim. Lekin sen kichkina eding. Shuning uchun nonni senga berdim va och emasman deb yolg'on gapirdim. Sen bilmasding. O'sha kuni men och uxlagandim. Keyin yana ko'p marta och qoldim. Lekin men hech qachon afsuslanmadim. Chunki sen mening baxtim eding. Bolam, agar bir kuni meni sog'insang, uyimizdagi eski sandiqni och. Ichida bitta non qoldirdim. U non sen uchun emas. U mening seni qanchalik sevganimning esdaligi." Yigit xatni o'qib bo'ldi. Qo'lida o'sha quruq non turardi. U bir bo'lakni sindirdi va hayotida birinchi marta non bilan birga ko'z yoshini ham yedi. Chunki u nihoyat tushundi. Dunyoda eng katta mehr onaning och qolgani holda bolasini to'ydirishidir. Lekin bu haqiqatni ko'pchilik faqat ona ketgandan keyin tushunadi. Kichkina uy sovuq tun edi. Bitta non bor edi stol ustida. Onajim turib kulib qaradi. "Men och emasman" dedi bolaga. U och edi, lekin bildirmadi. Mehrini yashirdi yuragida. Bolasi to'q bo'lsa bas dedi u. O'zi och qoldi o'sha tunlarda. Ona, sen qanday yurak egasi? O'zing och bo'lib meni to'ydirding. Men esa ulg'ayib ketganimda sening ko'z yoshingni ko'rmay ketdim.
ekanini. Endi qo'limda quruq non turar, ko'zlarimdan yoshlar tomadi. Har bir bo'lak yuragimni kesar. Onam meni qanday sevganini. Uy ham jum, devorlar ham sukut. Onamning ovozi yo'q endi, faqat duosi qolibdi menga. Osmondan meni asrab turadi. Onam, sen qanday yurak egasi, o'zing go'sht bo'lib unimni to'ydirding. Meni ulg'ayib ketganimda sening ko'z yoshingni ko'rmay ketdim. Onam, kechirim ber endi menga. Kech bo'lsa ham tushundim seni. Bu dunyoda eng katta boylik onaning mehr ekanini. Agar yana bir kun qaytsa vaqt, yoningga yugurib borardim. Bitta nonni ikkiga bo'lib, bu safar seni to'ydirardim.